Menga juda ham yoqmaydi. Hozirgi chiqib olishadi-yu, chalani intervyular berishadi biznes haqida va gapirishadi tipi tadbirkor bo'lmoqchimisiz? Odam yig'ing, resurs bilan ta'minlang. Sizlarga bitta savol bor, shunaqa odamlarga sizlar qanaqasiga yoshlarga bunaqa maslahat beryapsizlar? Ular mana shu narsani eslab qoladi-yu. O'zi o'rgangisi kelmaydi, o'zi harakat qilgisi kelmaydi o'shanda. Odam yig'aman deb o'ylaydi-da, har safar yiqilaveradi. Qayerdan resurs oladi ular? Shu narsadan kelib chiqish kerak. Mana shu narsani aytish kerak yoshlarga. Harakat qilgin, o'sha yerda ishlab ko'rgin, tatib ko'rgin, komanda yig'ishdan oldin o'zing nimadir qilib ko'rgin, qanaqadir startap, MVP yasab ko'rgin. Ana o'shanda tushunganingdan keyin, o'sha qo'lingga 1-2 so'm teggandan keyin oldingi komandada odamlar yig'ishni boshlaysan. Mana o'shanda to'g'ri. Sizlar aytayotgan gap bu qachon to'g'ri? Qachonki tadbirkorda real ko'p summa qo'lida bo'lganida. Kim tug'ilgandan 1 million, 2 million dollar bilan tug'iladi. Faqat adasi bunday tashab qo'yganda, ana o'shanda bu narsani to'g'ri deb bilsa bo'ladi. Maslahat berayotganingizda iltimos, to'g'ri maslahat berishni o'rganinglar biznes haqida. Yoshlar shu narsani to'g'ri deb qoladi, keyin yurishadi. Menda o'xshamas ekan, komanda yig'a olmayapman, resurs topa olmayapman.